Rossiya Kiyevga dronlar va raketalar bilan zarba berdi. Qurbonlar bor. Eron Yaqin Sharqda urushni kengaytirish bilan tahdid qilmoqda. AQSh Eronga zarba ortidan teraktga qarshi tayyorgarliklar boshladi. Isroilning 20 ta qiruvchi samolyotlari Tehron va G'arbiy Erondagi nishonlarga hujum qildi. AQSh Eronga zarba berib, xalqaro huquqni buzdi. Shimoliy Koreya. Makron Eron AQSh zarbasidan so'ng muloqotga qaytishga chaqirdi. Tramp Eronda rejim o'zgarishi mumkinligini istisno etmadi. O'zbekistonda kuryerlik qilish tartibi belgilandi. Rossiya Kiyevga dronlar va raketalar bilan zarba berdi. Qurbonlar bor. Bugun 23-iyun tongda Rossiya Federatsiyasi qo'shinlari Ukrainaning Kiyev shahriga raketa va dronlar bilan hujum uyushtirdi. Bu haqda mahalliy hokimiyat organlari hamda Ukraina bosh prokuraturasi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 8:30 holatiga ko'ra 6 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgani ma'lum. Yana 16 kishi, shu jumladan 15 yoshli qiz jarohatlangan. Kiyev meri Vitaliy Klichko esa 19 nafar jabrlanganlar haqida ma'lumot berdi. Ulardan 8 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Hujum oqibatida Shevchenko tumanida joylashgan 5 qavatli uyning kirish qismi butunlay qulab tushgan. Voqea joyida qutqaruv ishlari davom etmoqda. Vayronalar ostida odamlar bo'lishi mumkin. Yondosh binoda portlash to'lqini oynalarni sindirgan. Yonida turgan avtomobillar yonib ketgan. Shuningdek, Svyatashino, Solomyanka, Goloseyeva va Darnisa tumanlarida ko'plab kvartira va yakka tartibdagi uylar, ofis binolari, ovqatlanish muassasalari, savdo rastalari va avtomobillar zarar ko'rgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmatiga ko'ra, Kiyev viloyatida ham bir nafar tinch aholi halok bo'lgan. Yana 8 nafar kishi jarohatlangan. Hujum oqibatlarini bartaraf etish chog'ida 2 nafar qutqaruvchi jarohat olgan. Kiyev viloyatining Borspol tumanida hujum oqibatida 2 xonadon yonib ketgan. Belotsirkovskiy tumanida bir nechta yakka tartibdagi uylar, ko'p qavatli binoga zarar yetgan. Shuningdek, tibbiyot muassasasi joylashgan mehmonxona binosi vayron bo'lgan. Bucha tumanida 4 xonadon va 3 ta avtomobil shikastlangan. Xeroson viloyatining Bereslav shahrida dronlar hujumi oqibatida bir nafar tinch aholi vakili halok bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya 22-iyundan Ukraina bo'ylab jami 368 ta havo hujumi vositalarini yo'llagan. Ulardan 352 tasi dron bo'lib, ularning ichida zarba beruvchi Shahed turidagi va imitatsiya qiluvchi uchuvchisiz uchish apparatlari, shuningdek 11 ta Iskandar M, NK-23 ballistik raketasi va 5 ta Iskandar K qanotli raketalari bor. Asosiy zarbalar yo'nalishi sifatida Kiyev tanlangan. Ukraina harbiylari 354 ta nishonni yo'q qilgan. 5 ta qanotli va 7 ta ballistik raketa hamda 146 ta dron urib tushirilgan. Eron Yaqin Sharqda urushni kengaytirish bilan tahdid qilmoqda. Tehron AQSh, Isroil va Eron o'rtasidagi harbiy mojaroga kirganidan keyin yana bir bor tahdid qildi. Eron qurolli kuchlari matbuot kotibi Ibrohim Zolfag'ariy bugun 23-iyun kuni Eron davlat televideniyasi orqali bayonot berdi. Islom jangchilari kuchli va maqsadli amaliyotlar orqali siz uchun jiddiy, oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib keladi, deydi. Uning so'zlariga ko'ra, AQShning harbiy mojaroga kirishi Eron armiyasi uchun qonuniy nishon doirasini kengaytiradi va mintaqadagi urushni kengayishga yo'l ochadi. Shu kuni Isroil mudofaa kuchlari Erondan yangi raketa hujumlari haqida xabar berdi. Havo hujumidan mudofaa tizimlari tahdidni qaytarmoqda, deyiladi bayonotda. Raketa tahdidi Isroil shimolidagi bir qancha hududlarda, keyin esa mamlakatning markaziy qismida, jumladan Tel Aviv va Quddusda e'lon qilindi. Afr muxbirining xabar berishicha, Quddusda bir necha portlash ovozlari eshitilgan. Isroil matbuoti Eron 15 ga yaqin raketa uchirgani haqida yozmoqda. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga yaqin bo'lgan Tasnim axborot agentligi Isroilga uchuvchisiz samolyotlardan 2 marta hujum uyushtirilgani haqida xabar berdi. Isroil o'z navbatida Eronga yana zarba beradi. Isroil harbiy havo kuchlari Eron g'arbidagi Kremonshohdagi harbiy infratuzilmaga hujum qildi. Saharga ko'ra, zarbalar nishoni 15 ta qiruvchi samolyot, uchirish maydonlari va yer raketalarini saqlash joylari bo'lgan. Bundan tashqari, Isroil armiyasi Erondagi 6 ta aerodromga hujum qildi. Uchish-qo'nish yo'laklari vayron qilindi. 15 ta harbiy samolyot va vertolyotni yo'q qildi. AQSh Eronga zarba ortidan teraktga qarshi tayyorgarliklar boshladi. AQSh hukumati Eron hududlariga yo'naltirilgan zarbalardan so'ng mamlakat ichkarisida terrorchilik hujumi xavfi kuchaygani haqida ogohlantirdi. Bu haqda mamlakatning terroristik tahdidlar bo'yicha milliy ogohlantirish tizimi shu mazmundagi byulletenini e'lon qildi. Rasmiyning bildirishicha, Eron atrofida davom etayotgan mojaro AQSh uchun oshirilgan xavf solmoqda. Ushbu ogohlantirish AQShning kecha 22-iyun kuni Erondagi bir qator obyektlarga bergan hujumidan so'ng e'lon qilindi. Hozirda ogohlantirish 22-sentyabr
noyabrgacha amal qiladi. Xususan, fuqarolarga yaqin kunlarda Eronni qo'llab-quvvatlovchi kuchlar tomonidan AQShdagi tarmoqlarga nisbatan kiberhujumlar ehtimoli borligi aytildi. Bundan tashqari, Eron 2020-yil yanvar oyida o'ldirilgan harbiy qo'mondonning o'limi uchun mas'ul deb hisoblaydigan AQSh hukumati mansabdor shaxslariga hujum qilish niyatida ekani anchadan beri ma'lum. Agar Eron rahbariyati AQSh hududidagi nishonlarga nisbatan zo'ravonlikka undovchi diniy fatvo chiqarsa, mamlakat ichkarisidagi radikal ekstremistlarning zo'ravonlikka o'z-o'zidan safarbar bo'lish ehtimoli ortishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, AQShda so'nggi vaqtlarda sodir etilgan ko'plab terrorchilik harakatlariga antisemitik va Isroilga qarshi kayfiyat sabab bo'lgan. Davom etayotgan mojaro oqibatida AQSh hududida yashovchi ayrim shaxslar yangi hujumlar tayyorlashni boshlashi mumkin, deyiladi rasmiy ogohlantirishda. Isroilning 20 ta qiruvchi samolyotlari Tehron va g'arbiy Erondagi nishonlarga hujum qildi. Isroil harbiy havo kuchlarining 20 qiruvchi samolyoti aniq razvedka ko'rsatmalariga amal qilib, yaqinda Erondagi harbiy obyektlarga 30 dan ortiq o'q-dorilardan foydalangan holda hujum qildi, deyiladi bayonotda. Xususan, qiruvchi samolyotlar Isroil davlati hududiga zarba berishga mo'ljallangan raketalarni saqlash va uchirish infratuzilmasiga, shuningdek, Eron g'arbidagi Kermanshoh va Medindagi harbiy radar stansiyalariga hujum qildi, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Bundan tashqari, Tehron markazida zenit raketalarini uchiruvchi qurilmaga hujum qilindi, deya qo'shimcha qiladi departament. AQSh Eronga zarba berib xalqaro huquqni buzdi. Shimoliy Koreya. Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi AQShni Eronga qilgan hujumlari uchun qoraladi. Shuningdek, AQSh va Isroilni Yaqin Sharqdagi vaziyatni yanada og'irlashtirishda aybladi. Bu haqda Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi vakiliga tayanib, Koreya Markaziy axborot agentligi xabar berdi. Shimoliy Koreya AQShning Eronga qilgan harbiy hujumini BMT nizomining qo'pol buzilishi sifatida keskin qoralaydi. Davlatlarning huquqiy yaxlitligi va mustaqilligiga qarshi qaratilgan kuch ishlatish va tegishli tahdidlar BMT nizomiga ziddir, deyiladi Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Qayd etilishicha, Yaqin Sharqdagi vaziyatni og'irlashishiga Isroil va AQSh tinchlikni saqlash va tahdidni yo'q qilish bahonasi va Isroilning hududlarini kengaytirish istagi sabab bo'lgan. Isroil va AQSh tinchlikni saqlash va tahdidni yo'q qilish bahonasida jismoniy kuch ishlatdi. Isroilning maqsadi hududlarni kengaytirishdir, deydi Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirligi vakili. Shuningdek, bayonotda xalqaro hamjamiyat bir ovozdan AQSh va Isroilning dushmanlik harakatlarini qoralashi kerakligi ham ta'kidlanadi. Makron Eronni AQSh zarbasidan so'ng muloqotga qaytishga chaqirdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Tehronni AQShning Eron yadroviy inshootlariga bergan zarbasidan so'ng vaziyatni pasaytirishga va muloqotga qaytishga chaqirdi. Bu haqda Fransiya rahbari kecha 22-iyun kuni X ijtimoiy tarmog'ida yozdi. Kechagi zarbalardan so'ng men keskinlikni pasaytirishga va Eronni ushbu xavfli kontekstdan maksimal darajada vazminlik ko'rsatishga, diplomatik kanallarga qaytishga ruxsat berishga chaqirdim. Muloqot Eronning yadroviy qurolidan voz kechishga yoki butun mintaqa uchun eng yomon xavfga duchor bo'lishi haqidagi aniq majburiyat. Bu hamma uchun tinchlik va xavfsizlikka olib boradigan yagona yo'ldir, deydi prezident. Shuningdek, u Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Ummon sultonni, BA prezidenti va Qatar amiri bilan birdamligini bildirish uchun muzokaralar o'tkazganini ta'kidladi. Men Eron prezidentiga talabimizni takrorladim. Vatandoshlarimiz Sisil Koler va Jak Parisni zudlik bilan ozod qilish, deya qo'shimcha qildi u. Tramp Eronda rejim o'zgarishi mumkinligini istisno etmadi. Agar hozirgi Eron rejimi Eronni buyuk qilishga qodir bo'lmasa, rejim o'zgarishi kerak emasmi, deya yozdi AQSh prezidenti Truth Social ijtimoiy tarmog'ida. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronda rejim o'zgarishi ehtimolini istisno etmayapti. Bu haqda Oq uy rahbari tomonidan 23-iyun dushanbaga o'tar kechasi Truth Social ijtimoiy tarmog'ida chop etiladigan postda aytiladi. Rejim o'zgarishi atamasi siyosiy nuqtai nazardan to'g'ri emas. Ammo agar hozirgi Eron rejimi Eronni yana buyuk olmasa, rejim o'zgarishi kerak emasmi, miga, deb yozadi Donald Tramp. Miga qisqartmasi Make Iran Great Again degan ma'noni anglatadi. U Trampning Make America Great Again saylovoldi ishorasiga o'xshaydi. Ayni paytda 23-iyunga o'tar kechasi Eron va Isroil o'rtasida mojaro va Amerikaning Eron yadroviy inshootlariga zarba berishi fonida Qo'shma Shtatlar o'z fuqarolarini ehtiyotkorlikni kuchaytirishga chaqirdi. Isroil va Eron o'rtasidagi mojaro transportda uzilishlarga va Yaqin Sharqda havo kengliklarining vaqti bilan yopilishiga olib keldi, deyiladi Davlat departamenti bayonotida. Xorijda AQSh fuqarolari va manfaatlariga qarshi namoyishlar o'tkazish ehtimoli bor. Davlat departamenti butun dunyoni o'ylab AQSh fuqarolariga ehtiyotkorlikni kuchaytirishni tavsiya qiladi.
O'zbekistonda kuryerlik qilish tartibi belgilandi. O'zbekistonda kuryerlik faoliyati amalga oshirish tartibi belgilandi. Bu haqda 18-iyun kuni Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan elektron tijorat kuryerlik xizmati faoliyatini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomda so'z boradi. Nizom elektron tijoratda kuryerlik xizmati faoliyatini amalga oshirish tartibini belgilaydi. Nizomga ko'ra, kuryer tadbirkor hamda yetkazib berish xizmati operatorlari bilan mehnat shartnomasi va fuqarolik huquqiy shartnomalar asosida tovarlarni yetkazib beruvchi jismoniy shaxs, shu jumladan o'zini o'zi band qilgan shaxs hisoblanadi. Yetkazib berish xizmat operatorlari va kuryerlar shartnomada nazarda tutilgan bo'lsa, xaridorlardan tovar va yetkazib berish xizmatlari uchun to'lovlarni qabul qilishga haqli. Bunda nazorat kassa texnikasini majburiy qo'llash yoki elektron yoxud qog'oz shaklida chek taqdim etilishi lozim. Oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishda transport vositalari va termokonteynerlarni toza hamda soz holatda bo'lishi, muntazam yuvilishi va dezinfeksiya qilinishiga amal qilish lozim. Kuryerlarga quyidagilarni amalga oshirishga yo'l qo'yilmaydi. Jumladan, tovarning qadog'ini o'zboshimchalik bilan ochish, xaridorning shaxsiy ma'lumotlari va yetkazib berilayotgan tovar haqidagi ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga oshkor qilish.